Ota-bobolarimiz umri bo'yi mablag' yig'ib, oylar, yillar davomida jazirama issiqda, qahraton sovuqda, ochlik va chanqoqlikda, piyoda yoki karvonlarda yo'l bosib, umriga yetib borishgan. Yo'lda hayotdan ko'z yumganlar ham oz bo'lmagan. Bugun esa bir necha soatda samolyotda yetib boramiz. Mehmonxonalarda dam olamiz, salqin joyda ibodat qilamiz, turli taomlardan tanlab yeymiz, ammo ota-bobolarimizning bu yo'ldagi sinovlari oldida bu ne'matlarning qadriga yetyapmizmi? Yerda yotish mehmonxona tanlashga aylandi. Non topib yeyish ovqatni tanqid qilishga aylandi. Jaziramada chidash sovutkichli xonada nolishga aylandi. Musofirga mezbon bo'lish xizmatni baholashga aylandi. Bugun umra safarlarini oson va qulay qilish uchun yurtdoshlarimiz qiyin sharoitda arablar bilan og'ir kelishuvlarni amalga oshirib, o'z xalqiga xizmat qilib yurishdi. Shunday ekan, bu ne'matni qadrlab, umraga sayohatga emas, tavba va poklanish uchun borayotganimizni tushunib yetaylik.